Assalomu alaykum. Biz hozir Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani Obod mahallasida 272 95-chi hududimiz. Bu yerda 10 gektarga tarvuz ekilgan. Bu yerda ekilgan mahsulotlar zamonaviy usullar bilan birlashtirilmoqda. Hozirda tarvuzlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 100 kun, 110 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida bu tarvuzlar sug'oriladi hamda mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 15 ta dehqon xo'jaliklari bo'lmoqda. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun o'rtacha 6 gektardan yer maydon keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun tadbirkor xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonnadan jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan va har bir dehqon xo'jaligini o'rtacha yillik 55 million so'mdan daromad olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin tegishli bo'lgandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalari daromad